Assalomu alaykum aka-ukalar. Mayda chiqqan, mayni boshida chiqqan jo'jalar, aka-ukalar. Hasan Husan 3 kilo 150 chiqdi. Hozir. Bular dumurishqa avtomat korobka bular. Ikkalasini ham urishganini ko'rganman. Yoshroq paytida. Aka-ukalarga yana mana budjetli varianti kelishtirib bersa bo'ladigan varianti. Bular juda ham tez. O'shamo mana bunisi bordovoy qora. Bunisi qop-qora. Aka-ukalar. Mana arzonroq deb so'raganlarga zo'r o'syapti. Endi hozir bu yerda nima qilyapti? Hali chaqirmadi bular, aka-ukalar. Faqat doni yeyish bilan. Mana bunda ham bitta muramir sherigi bor. Lekin urushib mana shu chapta oyog'ini shishirib qo'yibdi. Mana shu bitta aybi bor. Endi aybi emas, yaxshi bo'lib ketadigan. Mana muramircha. Bularni gala boshisi aka-ukalar. Bu ham zo'r jo'ja. Bulardan yirigiroq 3 kilo 800 chiqdi u. Vesi. Buni ham kelishtirib beraman. Mana oqsamaydi. Sariq oyoq. Sariq nima? Qani, janjallashma. O'shamo bular hammasi. Bunisi oq ko'p nimadan chiqqan? Muramir tovuqdan. Bunga ikkalasi menimchalik qora nimadan chiqqan? Qora makonni ertalab ko'rsatganim. Bularni bekatisi yo'q, yosh bular, yosh. Urushtirib bo'lmaydi bularni. Mana puxlari ham endi o'syapti. Zo'r bo'ladi bular ham menimcha. 4,5 kiloni zo'r bo'ladilar. Kelasi ham mana bu bordovoy, bunisi qora. Aka-ukalar, telefonni yozib qo'yamiz, xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar. Aka-ukalar, dastavkalari o'zlaringizdan bo'ladi aka-ukalar. Hali Tojikistondan so'rayotgan aka ham aka dastavchikni toping. Kelishtirib beraman bitta sizga ham. Vodiy bo'ladimi hammasi shu dastavkasini gaplashasizlar. Bularni kelishtirib beraman. Sog' salomat bo'ling. Hammaning ishlarini rivojini bersin.